Keldingmi, qatlada yuribsan? Ha, keldim, ko'cha ash probka ekan. Bormi bu narsa? Bor, boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men bugun Shoqosim psixolog bo'laman. Bugungi mavzuyimiz global mavzu bo'lib qolgan. Qanaqa global mavzu, nima deyapsan? Hozir jid turgan gapiryapman, o'shani eshitasan hozir. Ya'ni oila haqida va qaynona kelin haqida. Qaynona kelin global mavzumi sindirib qo'yasan, ey. Sen o'zi uylanganmisan? Yo'q. Jid turgan hozir gapiraman o'shani. Qaynona kelin o'rtasidagi munosabatlar bo'yicha uydagi erkakning o'rni muhim rol o'ynashi mumkin. Ayolingizga yaxshi gapiring. Ayolingizni mehribon bo'ling, ayolingizga tushuntira oling va tushunishga harakat qiling. Alo. Ha? Eshitama. Qilaqo. Bo'ldi, salom boqaman yurumdan bitta. Hozircha olib borayotgandingni shirin so'z bo'ling, yaxshi gapiring. O'zing qotgan muomalangni qara. Sen aralashmay turgan oylanishiga keyin cho'ng olasan o'zing. Ha azizlar, erkak mehribon bo'lishi kerak. Ayol ojiza, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ayb uning onasida ham bo'lishi mumkin. Onasi bo'lmasa-chi? Xolasi bormi? Xolasi ham yo'q. Yetim emasdir, bu kimi bormi? Opasi bor. Ayb opasida ham bo'lishi mumkin. Aybdor har doim topilgan. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Shoqosim psixolog. Bu savol javoblariningiz bo'yicha profilimiz tayyor. Sizlar bilan yordamlaringiz uchun 8600. Uzr o'rganib qolma. Tez orada ko'rishguncha azizlar. Manzilimiz shu yer BYD Avtoking do'koni. Bo'pti, 4 klient keldi, qaranglar. Okey, keling.